Yahudiylarda Tavrot bo'lsa, musulmonlarda Qur'on bor. Masihiylarda esa Bibliya. Sizning kitobingiz nima? Mana shu olam. O'zimni va dunyoni anglash uchun men hamma narsani o'rganaman. Barcha bilim faqat bittagina kitobdan yoki bir guruh odamlardangina keladi deb o'ylamayman. Qanday ilm bo'lmasin, tashqariga chiqib, uni o'zim topishni xohlayman. Mana shu sizning kitobingiz, ha? Kitobning bir sahifasi. Kim biladi? Yana qanday sirlar bor agar anavi daraxtni o'rgansak, yoki manavi toshni, yoki bu kapalakni. Ateizmni yaxshiroq o'rganish uchun men dunyodagi eng mashhur ateistlardan biri bilan suhbat qilishga qaror qildim. Yuval Noah Harari. Undan bir nechta oddiy savollar so'radim. Masalan, ateizm o'zi nima? Bilasizmi, ko'p ateistlar bu kabi atamalarni ishlatmaydi. Bu xuddi o'zingizni men mushuk emasman deb ta'riflashga o'xshaydi. Bu mening ta'rifim emas. Albatta men mushuk emasman. O'zi nega mushuk bo'lishim kerak? Shunga o'xshab, men ham o'zimni men xudolarga ishonmayman deb ta'riflamayman. O'zi nega ishonishim kerak? Nega kimdir o'zini xudolarga ishonadigan yoki ishonmaydigan deb ta'riflashi kerak? Aslida hamma qaysidir darajada ateist. Hatto eng dindorlarni ham ichida shubhalar bo'ladi. Ehtimol buni tan olishga jur'at qilolmas, lekin ba'zida ichlarida o'ylaydi. Balki bu haqiqat emasdir. Balki Xudo yo'qdir. Xudo so'zi ikkita butunlay turlicha ma'nolarga ega. Bir tomonda Xudo degani olamning eng ulkan siri. Masalan, Big Bangga nima sabab bo'lgan? Nega nimadir mavjud? Shunchaki hech nima yo'q emas. Oho, mana shu Xudo. Bu Xudo noma'lum Xudo. Biz u haqida hech narsa bilmaymiz. U bizdan ancha buyuk. Keyin Xudo so'zining yana bir ma'nosi bor. Osmondagi jahldor chol. Lekin biz u haqida hamma narsani bilamiz. Unga qaysi moda yoqishini, insonning jinsiy hayoti va hatto saylovda kimga ovoz berishimizni xohlashigacha bilamiz. Bir qarorga kelib oling. Xudo degani biz hech narsa bilmaydigan o'sha borliqdagi jumboqmi yoki u moda, jinsiy hayot va siyosat haqida aniq fikrga ega bo'lgan o'sha jahldor cholmi? U olam jumbog'iga bizning nima yeyishimiz, nima kiyishimiz yoki kimni sevishimiz qiziq emas. Ba'zilar biz Big Bangni va fizika qonunlarini to'liq tushunmaymiz. Ularni barchasini tushuntiradigan qandaydir jumboq bor deydi. Mayli, yaxshi. Endi mana shu ulkan jumboqqa men nonushtaga nima yeyishim qiziqmi? Qo'ysangizchi. Nega ilm-fan dillardan yaxshiroq? Ilm-fan savollarga yaxshiroq javob beradi. Chunki u hamisha o'z xatolarini tan olishga tayyor. Ba'zilar o'ylaydi, xato qilmaslik bu eng zo'r narsa. Yo'q, bu eng yomon narsa. Men umuman xato qilmayman degan odamga hech qachon ishonmang. U yolg'on gapiryapti. Bu bo'lishi mumkin emas. Hech kim mukammal emas. Hamma xato qiladi. Dillar esa buni tan olmaydi. Mabodo buni tan olsa ham aybni boshqa birovga to'nkaydi. Ilm-fan olimlari bilan rabbiylar va ruhoniylarni taqqoslab ko'ring. Ular asrlar davomida nimalarga erishdi? Masalan, rabbiylar va ruhoniylar ular bahona keltirish san'atida cho'qqiga chiqdi. Ular o'z xato va kamchiliklarga bahona keltirishda ustaga aylandi. Yo'q, biz yomg'ir raqsini yaxshi o'ynay olmadik. Shu sababdan Xudo bizga yomg'ir yubormadi. Lekin ular hech qachon biz xato qilibmiz, Xudo yo'q ekan, biz adashibmiz, bu kitob noto'g'ri ekan demaydi. Asrlar davomida ular bahona to'qishda yanada mohir bo'lib ketdi. Ilm-fan olimlari esa o'z xatolarini tan olishga hamisha tayyor. Birorta nazariya bormi, ular uni tajriba qilib ko'radi. Masalan, nimadir uchun sizga dori kerak. Dori ixtiro qilasiz, keyin sinab ko'rasiz. Ishlamadi. Endi bahona o'ylab topmaysiz. Aksincha, biz xato qildik, qayta urinib ko'ramiz deysiz. Asrlar davomida bahona o'ylab topish bilan mashg'ul bo'lganlar shu ishda mohir bo'lib yetishdi. Yangi dori yaratish bilan mashg'ul bo'lganlar esa bu bo'yicha mohir bo'ldi. Mana shu sababdan ham bugun hatto dindorlar ham kasal bo'lganida endi rabbiy yoki ruhoniylarga bormaydi. Chunki ular yana nimadir bahona o'ylab topadi. Shuning uchun ular doktorga boradi. Ateistlar haqida yana bir narsa bu, ular hech kimni biror dinni qabul qilishga majburlamaydi. Agar kimdir musulmon bo'lsa va boshqa hech kimga zarar bermasa, bu yomon emas. U odamni dindan qaytarishdan menga hech qanday foyda yo'q.
Dindor odamlar esa o'lgandan keyin jannatga tushish uchun ochko to'plashga harakat qiladi. Tarixdagi eng muvaffaqiyatli dinlar ham mana shu hiylani qo'llagan. Ular sizga agar ko'proq odamni dinimizga olib kirsang, juda ko'p ochko ishlaysan deydi. Va mana shunday qilib xuddi piramida sxemasiga o'xshab ular ko'paya boshlaydi. Men kimnidir ateizmga chaqirib, hech qanday ochko olmayman. Men odamlar ketidan yugurib, ularni ateizmga ishontirishim shart emas. Agar dindor bo'lsangiz, unda boshqalarga ozor berishda diningizni bahona qilmang. Bilasizmi? Ko'pincha odamlarning o'zi nafratlanadi va buni tan olmasdan buni Xudo yomon ko'radi. Xudo men emas deydi. Ular g'azab qiladi va Xudo g'azab qilyapti deydi. Bir parcha yerni ular xohlaydi, lekin yo'q, buni Xudo xohlayapti deydi. Meni bu bilan ishim yo'q, lekin u buni xohlaydi. Shu uchun urushishim kerak deydi. Bu sizsiz, Xudoyingiz emas. Nafratga to'lib toshgan bo'lsangiz, bu sizsiz. O'z nafratingizni Xudoga to'nkamang. Agar urush boshlasangiz, boshqa bahona toping. Urushlaringizni bu olam jumbog'iga to'nkamang. Olamning sirli jumbog'i bu urushni xohlaydi va shu uchun men urushaman demang. Yo'q. O'z muammolaringiz, zaiflik va nafratingizni Xudoga ag'darmang. Hamma narsaga ochiq bo'ling va biroz jur'atli bo'ling. Ichingizdagi kichik ovoz sizga balki bular yolg'ondir. Balki men eshitgan hikoyalarni shunchaki kimdir to'qigandir deyishi mumkin. Odamlar sizga yo'q, bu shaytonning ovozi. Shayton senga vasvasa qilyapti deydi. Unday emas. Bu ovoz qiziquvchanlik ovozi. Ehtimol qachondir o'sha ovozga quloq solishga jur'at qilib, u aytgan yergacha borarsiz.